Hurmatli tadbir ishtirokchilari, avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, talabalar, mana hozir ko'rib turganimizdek Samarqand kampusida olimpiada o'tyapti. Xuddi shunaqa olimpiada ayni paytda hozir Buxoroda ham o'tyapti. Birinchi o'rin olgan talabalarga demak universitet hisobidan o'zimizning partnyor universitetlarimizga stajirovkaga yuboramiz. Ya'ni Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Rossiya. O'tgan yili Turkiyaga yubordik. Kim agar bilgan bo'lsa, undan oldingi yil Rossiyaga yuborgandik. Bu yil mana yana ikkita davlat qo'shildi. Bu Buyuk Britaniya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari. Shuning uchun bu olimpiadani tashkilotchilarga fursatdan foydalanib rahmat aytmoqchiman va ishtirokchilarga muvaffaqiyat aytmoqchiman. Rahmat.